Onasidan tarbiya ko'rgan kelinlik esa 6 ta belgisi. Birinchisi, kir urish darvozadan boshlab hamma joyi isini olishingiz va qor yog'adimi yoki do'l nima bo'lishidan qat'iy nazar ko'cha hovlilaringiz doim supurilishi. Ikkinchisi, darvozani ushlagichidan tortib hamma burchaklarigacha chirk holatda emas, yarqirab turishi. Aytishlaricha qiz bolani farosati ostonadan boshlanar ekan. Uchinchisi, har kuni kechqurun ovqatlanib bo'lganingizdan keyin qozondagi ovqatni shu holicha tashlab qo'ymasdan alohida idishga ko'tarib olib, muzlatgichga joylab qo'yib, qozon va qolgan idish tovoqlarni o'z vaqtida yuvib qo'yish. Onasidan bunaqa tarbiyani olgan kelinlar uyini barakasi hisoblanar ekan. To'rtinchisi bo'lsa, men kelin bo'lib tushganimda qaynona oyijonimlarga juda ham yoqqan xislatim. Kirlarni o'z vaqtida va toza yuvishim. Onajonim doim qaytarardilar. Oq kiyimlarni oq kiyimlar bilan, qora kiyimlarni qora kiyimlar bilan yuvgan. Bitta dona naski tushsa ham yig'ib o'tirmasdan vaqtida yuvib qo'ygan deb. Yuvilgan kirlarim yana ham maqtovga sazovor bo'lish uchun koreyskiy gipoallergen Pegion kir yuvish vositasidan foydalanaman. Beshinchisi, er-xotin yotoqxonasini doim xushbo'y holatda ushlash. Qimmat diffuzorlarni sotib olishga umuman hojat yo'q. Uyingizdagi bor konditsionerni spreyli flakonga quyib olib, ustidan ozgina suv quyasiz. Men Koreya brendi bo'lgan Pegion konditsionerlaridan foydalanaman. Hidi juda ham yoqimli.